Yapon salomatlik milliy instituti olimlari umrni uzaytiruvchi mevani aniqlashdi. Tadqiqot natijalari Asian Journal of Longevity Research jurnalida e'lon qilindi. Shaftoli antioksidantlarning haqiqiy koni, eruvchi va erimaydigan kletchatkalarga boy bu meva organizm uchun juda kuchli himoya qalqoni yaratadi, dedi Tokio tibbiyot universiteti doktori. Tadqiqotga ko'ra, shaftoli tarkibidagi beta-karotin va polifenol kabi antioksidantlar sog'lom hujayralarga zarar yetkazmagan holda saraton hujayralarini tanlab yo'qotish xususiyatiga ega. Ayniqsa, yaxshi yetilgan shaftoli mevalarini iste'mol qilganda samaradorlik yuqori bo'ladi. Model organizmlarda yetkazilgan tajribalar asosida shaftoli ekstrakti umrni 23% ga uzaytirishi mumkin degan xulosaga kelingan. Olimlarning fikricha, shaftolini muntazam iste'mol qilish salomatlikni mustahkamlash va umrni uzaytirishning eng arzon va oddiy usuliga aylanishi mumkin.